Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bugünkü ders Amma surəsinin tefsiri. Yani Amma surəsinin 5-deki ayetlerinin tefsiri hakkında buludu. Abdullah ibn Zübeyir raziyallahu anhu'dan rivayet kılınudu ki Sura Amma yetesâelun degan sura Mekke'de nazil bolgan degan. Allah Teala şundaq deydi. Amma yetesâelun anin neba'il azim ellezî hum fîhi muhtelifûn. Kella seya'lemun, thumme kella seya'lemun. Yani bu ayetlerinin tercümesi, müşrikler özara nem doğruluk soruşudu. Ular çoğun bir haber, yani kıyamet doğruluk soruşudu. Ular şu, yani kıyamet doğrusu ixtilaf kılışkıçılardır. Hergizmi undaq emas. Yani kıyamet ularının oyluğunu da yalgan emas. Ular hakiki ahvalini kelgüsü de bilidu. Hergizmi undaq emas. Ular beşik kelgen azabni kelgüsü de bilidu. Allah subhanahu wa ta'ala bu surni müşriklarning qiyomat kuni to'g'riliq so'rgan savoliga nisbatan inkor qilish ma'nosidagi so'roq bilan boshladi. Ya'ni amma yatasaalun, ular nima haqida so'rashyotdi dedi. Allah subhanahu wa ta'ala ularning o'zaro so'rashayotgan narsani bilmaydi emas, balki ularning bu so'rg'inini inkor qilyotdi. Qiyomat kunini yolg'onga chiqaradigan, ishonmaydigan kishilar, Alloh taolaning oyatlarini, Allohning kitobini yolg'onga chiqaradigan, ishonmaydigan kishilar qaysi narsa to'g'riliq so'rashyotdi. Ondan Alloh taolo ularning o'zaro so'rashayotgan narsani bayon qilib mundaq dedi. Anin naba'il azim allazi hum fihi muxtalifun. Ular katta xabar haqida so'rashyotdi. Ular bu xabar haqida, ya'ni qiyomat haqida, o'lgandan keyin tirilish haqida o'zaro ixtilof qilishquchilardir. Ular so'rashayotgan katta xabar bo'lsa-mu qiyomat kuni. Chunki ular qiyomat haqida o'zaro talash-tortishga tushgan. Bularning ichida qiyomat kuniga iymon etganlar bor, ishonganlar bor va ishonmaganlar bor. Chunki ular qiyomat kunini yolg'onga chiqargan va qiyomatning yuz berishini yiroq sangan. Yana deyildiki, bu yerda katta xabar Qur'on Karim deyildi. Chunki Qur'on Karim tavhid haqida xabar beradi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni tasdiqlash va qiyomat o'lgandan keyingi tirilish qatorliq ishlar haqida xabar beradiganlik uchun. Naba degan olimlar aytgandek, arab tilida o'zi rost bo'lgan birinchidan, ikkinchidan nihoyat katta zo'r bo'lgan va bu xabarni bilish orqali inson bir foydali bir ilmga yoki kuchli bo'lgan bir ilmga erishadigan xabarni naba deymiz. Ondan Alloh subhanahu va taolo bularni qo'rqitib munda dedi. Kalla sayalamun, thumma kalla sayalamun. Hargiz undaq emas. Ya'ni qiyomat o'lgandan keyingi tirilish, undan keyingi ishlar ularning o'ylig'indek yolg'on emas. Ular haqiqiy ahvolni kelgusida biladi. Hargiz undaq emas. Ular beshiq kelgan azobni kelgusida biladi. Arab tilida kalla degan so'z ilgari deyilib o'tgan bir so'zni inkor qilishni, uni rad qilishni bildirdi. Ya'ni Alloh taolo mushu so'z orqali katta xabar haqida so'rashayotgan kishilarni rad qilyotdi. Ularning savollari o'z ichiga olgan, ya'ni qiyomatni rad qilishdan iborat bu ma'no mazmunlarni Alloh taolo inkor qilyotdi, bularga raddiya beryotdi. Chunki qiyomatning qoyim bo'lishi bu shaksiz. Chuqum qiyomat bo'ladi. Sayalamun kelgusida bo'ladi. Ya'ni ular shu yolg'onga chiqargan qiyomatni o'z ko'zi bilan ko'rgan vaqtida, ular do'zaxga so'rilib epmangan vaqtida, ondan ular shu chaqda bilib qoladi. Ularga Hazihin narul lati kuntum biha tukazzibun. Mana bu sizlar yolg'on chiqargan do'zaxdir deyilgan vaqtida, ondan ular o'zlarining yolg'on chiqargan bu ishlarning rost ekanligini bilib qoladi. Ondan Alloh taolo ularga bergan qo'rqitish va'dasini texmi mubolag'lashtirish uchun summa kalla sayalamun, ondan ular kelgusida bilib qoladi degan bu so'z orqali takror raddiya berdi. Ya'ni bu qo'rqitish va'dasidan keyingi yana qo'rqitish va'dasi, azob va'dasi, tahdid va'dasidan iborat. Yuqorqi oyatlardan ilingan paylar birinchi anin naba'il azim. An-naba shu xabar degan so'zdagi alif lam turni bildirgan alif lam. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam xabar bergan barliq xabar turining hamini o'z ichiga oldi. Bu xabarlarning oldi beshi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Qur'on Karimning Alloh taolaning so'zi ekanligini xabar berganligi. Yana shundaqla Qur'on Karim o'z ichiga olgan barliq mazmunlar, masalan, shirkni bekor qilish va qiyomat kuni insonlarning qabrlaridan chiqarilib mashargohga yig'ilishi qatorliqlarga o'xshash. Ikkinchi, Qur'on Karim olib kelgan eng chong xabar mushriklarning
kafirlarning butlarının ilah ekanligini bekor qilish. Bu butlarning ilahligini yolg'onga chiqarish va mahluqotlarning o'lgandan keyin badallarining qayta tirildirilib asli keldiganligini isbotlash. Mana bu ikki muhim asos ular yolg'onga chiqargan, buningdan bosh tortgan, takabburlik qilgan, cho'ngchilik qilgan ish.